Prostata bezi adenomasida o'zi simptomlar xilma-xilligi borda. Hammada bir xil, bitta narsa bir xil bo'ladi. Yosh. 50 dan o'tgan odamlarning muammosi. Jarrohlik amaliyoti qancha daqiqa davom etadi? Erkak kishini hayotini sifatini buzuvchi eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri bu prostata bezi adenomasini simptomlari, ya'ni belgilari hisoblanadi. Prostata bezi yuqorida aytib o'tdik, siydik nayni to'sadi. Ya'ni ikkita tarafdan o'sib kirgani uchun yo'l yopiladi va tashqariga siydik chiqishida muammo yuzaga kela boshlaydi. Operatsiyada ana shu o'sib kirgan joy olib tashlanadi xolosmi? Qolgan qismi nima bo'ladi? Prostata bezi adenomasi gigant adenomalar bo'ladi. 200 kubdan katta bo'lgan. 300 550 kub qilganman. 5 soat qilganman. Kattada bu. Yarim kilo go'sht olib tashlash. Kichkina nima bilan kirib, yarim kilo go'sht olib tashlash qancha vaqt oladi? Assalomu alaykum. 62 yoshda hojatxonaga kirib olib, 20 daqiqalab peshobini to'kib chiqa olmaydigan otaxon haqida eshitdim. To'g'ri, bu og'riqli jarayon. Atrofdagilarga aytay desang, aytadigan odaming bo'lmasa, kimga dardingni to'kib sochasan? Bir doktorga olib bor desang, tinchlikmi dada deydi bolalaring degan xulosada balki otaxon. Shuning uchun ham farzandlar ota-onasini yoshi ulg'aygandan keyin ona keliningizga ayting-chi, bo'lmasa nima muammoing bo'lyapti? Ota menga ayting, nima muammoingiz bo'lyapti? Shu savollar ichida ularni so'roq qilib turish kerak ekan degan xulosaga keldim. Otaxonda xullas prostata bezi adenomasi kuzatilgan va mana shu muammo bartaraf etilgandan keyin ko'zlarim ochildi degan gapni aytgan u kishi. Assalomu alaykum Sanjar aka. Assalomu alaykum. Ayni muammodan aziyat chekkan hozirgi bemor bilan siz shug'ullangansiz, to'g'rimi? Albatta. Buni haqiqiy og'rig'ini u o'zi yaxshi biladi, keyin birinchi navbatda siz oldingizga kelgan siz yaxshi bilasiz. Qanaqa og'riqlar bilan keladi shunday insonlar? Prostata bezi adenomasida o'zi simptomlar xilma-xilligi borda. Hammada bir xil, bitta narsa bir xil bo'ladi. Yosh. 50 dan o'tgan odamlarning muammosi. 60 dan o'tganda yana ham ko'payadi. Va уже 50 dan mesela boshlangan kasallik 55 yoki 60 da уже kuchli klinik belgilar bilan kechadi. Yuqorida aytib o'tganingizdek, siydik to'xtab qolish, umuman siya olmay qolishlik holati bor. Siydik tutilishi deymiz. Shunaqa holat bor. Siyadi. Lekin siyishga juda ham qiynaladi. Siydikda bosimi bo'lmaydi. Oqadi. Tomchilaydi. Tomchilaydi. Mana shunaqa qilib kuchanib yurib, siyib vaqt yo'qotadi. 5 minut, 10 minut, 15 minut, hattoki ana hali kuni ham eshitdingiz 20 minut. Ya'ni 20 daqiqalab kichik hojatga 20 daqiqalab vaqt ketadi. Buni azobini endi u boshdan o'tkazgan odam biladi. Eng yomoni 20 minut vaqt peshob qilib kelib, 1 soat, 1,5 soatga qolmay yana boradi. Chunki u to'liq chiqib ketmadi. Qoldiq siydik hissi. Qoldiq yana tez to'lgan. Bunaqa bemorlar biz kamiga tavsiya etamiz. Ko'proq suyuqlik iching, organizmda tonus to'shang, yoshingiz katta, obnovleniya bo'ladi. Qon suyulib turishi kerak. Tanamiz chunki asosiy qismi suyuqlikdan iborat bo'lganligi uchun. Bunaqa odamga qanaqa qilib ko'proq suyuqlik iching deysiz? U suyuqlik bir qismi katta qismi siydik bo'lsa, u siydik bo'lib ayrilsa, bu siydikni keyin ayirib bera olmasa, tashqariga chiqarib bera olmasa, bu juda og'riqli. Erkak kishini hayotini sifatini buzuvchi eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri bu prostata bezi adenomasining simptomlari, ya'ni belgilari hisoblanadi. Bu siydik tutilib qolishidan tashqari yana qanaqa og'riqli simptomlari bor? Ko'p. Misol uchun hojatga tez qatnash. Bitta muammo. Tunda ayniqsa tunda. Kunduzi ham bo'lishi mumkin, tunda ham bo'lishi mumkin. Tunda misol uchun 2 martadan ko'p hojatga boryapti. U odam uxlamaydi. Uxlamagandan keyin unda qaytmas bosh miya organik o'zgarishlar paydo bo'ladi. Va u nevropatologga borib davolaveradi. Tushunasizmi? Muammo negizi nimada o'zi? Nimaga uyg'onyapti kech payt? Majbur bo'lyapti uyg'onishga. Aynan mana shu prostata bezi adenomasi kasalligining evaziga. Agar prostata bezi adenomasini bartaraf etilsa, bu muammo bartaraf bo'ladi. Nervlar ham sekin-asta iziga tushadi.
To'g'rimi? Qo'shimcha endi nevropatologning tavsiyalari bilan. Yana bir holat bor, mana kunduzi ko'p borish. Kunduzi ko'p borish ham yaxshi emas-da. Men juda ham ko'p to'qnash kelaman bunaqa bemorlar bilan. Hattoki klinikaga keling desam, klinikaga kela olmaydi. Yani aytaylik, Qashqadaryolik bemorimiz klinikaga keling, birlamchi ko'rik tekshiruvlardan o'tkazaylik desak, kela olmaydiganlar bor. Yo'lda qanday yo'l? Keyin yo'q, kelmasangiz bo'lmaydi deb oyoq tarafda turib olganimizdan keyin keladi. Kela olmasligim sababi yo'lma-yo'l kovushimni chayib olishim kerak. Yo'lma-yo'l mashinani to'xtatib nima qilish kerak? Poyezdni qidirib, poyezdda kelsa agar nima qilish kerak? Hojatxonani band qilish kerak. Qiynaladi. Mana ko'chaga chiqa olmaydi va desotsializatsiyaga olib keladi. Ya'ni o'rtoqlariga qo'shila olmaydi. Birorta to'y marakaga bora olmaydi. Jamoatda ajraladi xullas. Hayot sifatiga ta'sir ko'rsatyaptimi? Albatta ta'sir ko'rsatyapti. Shunaqa holat bor, yomon holat, paradoksal ishuriya deymiz. Ya'ni paradoks holat bor. Bu siyamansa siya olmaydi. Tomchilab chiqadi. Siymaymansa ham tomchilab chiqib turaveradi, oqib turaveradi. Ham siydik tuta olmaslik bo'ladi, siyamansa ham siya olmaydi. Ya'ni paradoksal holatda. Tushunyapsizmi? Bu yomon holat. Mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Bunaqa ham keladi demak oldingizga. Bu o'sha prostata bezi adenomasining og'ir darajalari. Shunaqa holatlar bo'ladi. Peshob qildi. Qoldiq peshob qolganini o'zi his qilaveradi. Qolib ketayotganini his qilaveradi. Ya'ni qoldiq чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Ya'ni to'liq chiqib ketmaganini o'zi his qiladi. Shunaqa holatlar. Ya'ni bular qo'shimchasiga biz bilamiz, erektil funksiyani ham pasayishi o'z-o'zidan bo'ladi. Jinsiy funksiya muhim deb turib o'tgan podkastlarimizda aytib o'tdik. Prostata bezi adenomasi ham erektil funksiyani buzilishiga, pasayishiga olib keladi. Chunki peshob qilinmayotgan odamda уже erektil funksiya unchalik qiziq bo'lmay qoladi. Bu albatta to'g'ri, qatnab jonidan to'ygan odam bunga anaqa vaqt ajratadimi? Bunga fokus qila olmay qoladi. Shunaqa. Tatimay ham qolsa kerak. Tatimay ham qoladi. 45 dan ham boshlanib qolyapti-da bu muammolar. Bu muammolar ham qandaydir yosharayotganini his qilyapmiz biz ham. Statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, 37 yoshli bemorda operatsiya qilganman. Adenoma bo'yicha unda Farg'onada ishlardim 2019-yili 37 yoshli bemorimizni prostata bezi adenomasidan xalos qilganman. Eng qizig'i, adenomani hajmi 100 kubdan katta bo'lgan. Gigant bo'lgan. 40 kub emas, 50 kub emasda katta bo'lgan juda ham. Ya'ni kasallik to'g'ri 55, 60, 65 yoshda ko'proq uchraydi, lekin undan yoshroq paytda ham uchrashi mumkin. Bunga ayrim sabablar rol o'ynab qo'yishi mumkin. Genetik sabablar rol o'ynab qo'yishi mumkin. Ya'ni dadasida bo'lgan bo'lsa, nimada bunda ertaroq boshlanish ehtimoli mavjud. Bo'lishi mumkin. Yoshlikda o'tkazilgan prostataga bog'liq kasalliklar, prostata bezining yallig'lanish kasalliklari. Va yoshlikda ko'proq aytamiz, haligi rejim bor, vaqtli rejimda ishlagan odamlar bo'ladi. 15 kun uyda, 15 kun safarda, komandirovочный. Uzoq vaqt jinsiy aloqa bo'lmaganining evaziga u yerda prostata bezida dimlanish holatlari bo'lib va kelajakda bu dimlanish, yallig'lanish kaskadini kuchaytirib olganligi uchun adenomatoz to'qimani keyinchalik o'sib rivojlanib ketish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Gormonal buzilishlar rol o'ynashi mumkin. Shuning uchun biz aytamizki, prostata bezi adenomasi kasalligi ham multifaktorial kasallik hisoblanadi. Sabablari ko'p, ko'plab sabablar rol o'ynab qo'yishi mumkin degan fikr beradi zamonaviy tibbiyot. O'shaning uchun ayniqsa mana Amerika Qo'shma Shtatlari, afroamerikanslar 5 yil erta harakat qilish kerak. Ularda tezroq rivojlanadi. Chem yevropaliklar va biz Osiyo mintaqasidagi odamlarga nisbatan ularda ertaroq, negerlarda, afroamerikanslarda ertaroq rivojlanishi mumkin. Rak prostata ham shunaqa. Ularda ko'proq uchrashi mumkin, ertaroq rivojlanishi mumkin. Shuning uchun ularda aytiladi 40 yoshdan tekshiruvlardan o'tib turish kerak, 1 yilda bir marta skrining. Bizni mintaqada 45 yoshdan boshlasa bo'ladi. Ya'ni oddiy tekshiruv, ultratovush
tekshiruvi prostata bezini hamda PSA tekshiruvi va urolog ko'rigi shu asnoda urolog ko'rigi. Mana shu screening hisoblanadi. Ya'ni oldini olish. Bir yilda bir marta bu tekshiruvda muammo bo'lsa, bo'lmasa, bir yilda bir marta shu tekshiruvda erkak kishi qilish shart. Shundagina biz ertaga bo'lishi mumkin bo'lgan rak prostatani oldini olib qolamiz. Prostata bezi adenomasigacha ham o'z bosqichlari bo'ladi-yu, masalan, birdaniga pop etkizib adenomaga aylanib qolmaydi-yu, prostata bezidagi muammo. Shu muammolari boshlang'ich etaplarini nimada sezishi mumkin odam o'zida? Eng nimasi hech qanday belgilari bilan sezmasligi mumkin. Simptomsiz kechadi, belgisiz kechadi. Boshlang'ich davrlarda hech narsa bilmasligi mumkin. Shuning uchun ham demak, bir yilda bir marta tekshiruv bo'lsa, muammo bo'lsa, bo'lmasa tekshiruvdan o'tib turish kerak deyilgani shunda. Seza boshlagan paytda kasallik qaysi etapda bo'ladi? Seza boshlaganda ko'pincha уже operatsiya bosqichiga yetib kelgan bo'ladi. U paytda konservativ davo ko'p ham yordam bermaydi. Konservativ davo yordam beradi. Bor, zamonaviy konservativ terapiyalar bor. Faqat kamchiligi bor. Konservativ terapiyaning kamchiligi bor. Plusi bor, minusi bor. Operatsiyani ham xuddi shunaqa. Konservativ terapiyada biz dorini ichdik, tuzaldik bo'lmaydi. Uni doimiy ichib yurish kerak. Joyiga yetib borish kerak. Operatsiyaga yetib borgungacha u dorini ichib yurish kerak. Umrbod ichish kerak. O'zi bu yoshga kelib umrbod ichadigan dorilar ko'payib qoladi o'z odamda. Yurak bo'yicha qon suyultiruvchi dorilar ichadi, qon bosimini to'g'rilovchi dorilar ichadi, asab tinchlantiruvchi dorilarni doimiy regular ichib borishlik to'g'ri keladi. Qo'shimcha bo'lsa ham karbolor ko'tarib yuradiganlar borda. Qo'shimcha prostata bezi adenomasi bo'yicha ham 2-3 xil dorini doimiy ichib yurishga to'g'ri kelib qoladi. Bu bitta moment. Yana shunaqa dorilari bor, prostata bezi adenomasida qo'llaniladigan jinsiy funksiyani yo'qotadigan. Ereksiyani yo'qotadigan. Libidani yo'qotadigan. Xohishni yo'qotadigan. Ya'ni bu guruh dorilar 5 alfa dehidrotestosteron deydi. Bu eng to'g'ri bu gormon. Mana shu erkaklik gormoni. Testosteron emas, erkaklik gormoni. Hamma testosteron dedi. Haqiqiy gormon u progormon. Gormon oldi moddasi u. Haqiqiy gormon 5 alfa dehidrotestosteron hisoblanadi. Shuni bloklovchi dori beriladi. Testosterondan bu hosil bo'lyapti. 5 alfa dehidrotestosteron shuni bloklovchi dori beriladi. Bu bloklansa, bu nimaga javob berardi? Bu jinsiy xohishlarga javob berardi. Erkak qilib turadigan gormon mana shu edi. Nima bo'ladi erkak? Erkaklik funksiyalariga putur yetadi. Siz to'g'rilayman deb. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bunaqa dorilar nimaga unda qo'llaniladi degan savol, o'rinli savol bo'lishi mumkin. Yoshi katta, operatsiya ko'tarish ehtimoli kam bo'lgan odamlar bo'ladi. Shu dorilardan foydalaniladi. O'z odamiga berish kerak edi hamma narsani. Jinsiy faoliyat u qadar ustuvor bo'lmagan. Xotini yo'q misol uchun, qarigan xotini yo'q. Shunaqa holatlarda misol uchun bersak bo'ladi. Operatsiya masalasi. Endi operatsiya deganda qo'rqinchli haqiqatan ham. Operatsiya so'zini o'zi har qanday odamni qo'rqmas, hadiksiz odamni ham bir o'ylantiradi. Bir cho'chitadi. Operatsiyani to'g'ri ko'rsatmalar bilan qilinsa, to'g'ri metodologiya, ya'ni zamonaviy shu endoskopik usullardan to'g'ri foydalangan holatda qilsa, bu albatta radikal yechim bo'ladi. Kasallikdan butunlay bitta jarayonda qutulib, qayta bu muammoga qaytmaslik ehtimoli odamda bo'ladi. Kamchiliklari bo'lishi mumkin, o'zi baribir operatsiya bo'lgandan keyin risk, narkoz, o'zgarish operatsiyani nimasi, reabilitatsiya jarayoni, operatsiyada bo'lib qolishi mumkin bo'lgan asorat, tajribasiz hollarda. Bu risk ham o'zgarishi bor, lekin zamonaviy tibbiyotning yechimi risk ko'p emasda. To'g'ri, oldin odamlar oldimga keladi, fobiyasi bor. Prostata bezi adenomasini operatsiya qilish kerak. Shart unga qilish. O'zi ham biladi buni. Buni 5 xil, 6 xil doktor gapirib bo'lgan unga. Qochib yuradi. Lekin qildirmaydi. Fobiyasi bor. Yaxshiroq nimaga qarasangiz, aytayapman-ku, genetik nimalari bor. Deyapman-ku buni. Dadasi
operatsiya qildirgan bo'ladi, shu operatsiyadan o'lgan bo'ladi. Ha. O'tgan zamonda qilingan operatsiyalar, yorib qilingan, kesib qilingan, katta travmalar, reabilitatsiya jarayoni qiyin bo'lgan, reabilitatsiya jarayonida o'lib qolgan yoki operatsiya paytida qon ketib o'lib qolgan. Shlankada CD chiqarib qo'ygan. Keyin baribir operatsiyadan keyin shlankada qolib ketgan. Bunaqa yomon opit, tajriba bunaqa odamlarni sal qo'rqitadi. Tushuntirib bersangiz ham oson, yengil qilib tushuntirib bersangiz ham juda anaqa qilib qo'rqib kiradi. Shunaqa fobiya paydo bo'lib qo'yadi. Prostata bezi adenomasi keng tarqalgan kasallik bo'lgani uchun har bitta oilani boshida bu muammo bo'lgan oldin. Отрицательный nima ko'pchilikda bo'lgan. Shuning uchun shu fobiya ham nima qiladi? Odamlarni anaqa qiladi, to'xtattiradi. Prostata adenomasi borligi aniqlangan menda. Endi 15-20 yil davomida menda bu kasallik davom etib kelgan. Hojatga tez-tez chiqishlar bo'lardi. Kayfiyatim yomon edi. Davolandim, davolanish jarayonida hech bir foydasini sezmadim kasallikda. Joyiga tushmadi kasalligim. Sanjar aka Husanov androlog, urolog shifokor ekanlar. Men buni ijtimoiy tarmoqda kuzatdim. Bir qancha davolash uslublarini ham ko'rdim. Shifo topgan bemorlarni ham ko'rdim men. Ular ancha yaxshi bo'lgan ekan davolanib. Men ham shu klinikaga keldim. Kecha men operatsiyaga kirdim. Operatsiya davomida menda lazerli operatsiya tashkil qilindi. Lazerli operatsiyada hech qanaqa menga bir bezovtalik yo bir og'riqlar sezilmadi o'zimga. O'zimni yaxshi his qildim. Qo'li yengil shifokor ekanlar. Men bularni kasbkorlariga uzoq rivoj tilayman. Menda hozir operatsiyadan keyin ancha bir yengillik holati bo'ldi, og'riqlar kamaydi. Qovoq sohalarida og'riq bo'lardi. Anchagina yengil bo'ldim. Natija yaxshi mana. Xursandman bularni klinikalardan va jamoalardan ham xursandman. Hamma joyga borsak prostata bezingiz, adenomangiz kattarib ketibdi. Qo'pol qilib aytganda siyg'oq bo'lib qoladigan darajada. Shlankani osib yurgan chollarni ko'rganmiz. Ey xudo, biz ham shunaqa bo'lib qolmaylik deb xudodan so'rab yurardik. Biron uzoqroq joyga borsak juda xijolatda yurardik. Yoki bo'lmasa shu sanatoriyalarga borsak ham onamizni alohiligina qilib, sanatoriyadan keyin ham davolangandan keyin 1 oy yoki 1,5 oydan keyin yana shu shamollash, yana o'sha holat takrorlanaverdi. Juda qiynalib yurardik. Sanjarbekda men YouTube'da uzoq kuzatib yurardim. Bizdan oldingi operatsiya qilgan er xotinning intervyusidan keyin men yaxshilab qaradimda, birdan sizlarga telefonga chiqdim. Sizda biroz shamollashib ko'proq ekan, 1 kun davolaymiz deb davolashdilar. Rahmat. Keyin Sanjarbekda o'zi ham podrobni, chiroyli qilib tushuntirdi. Mana yaqinda Dushanbaga borib kelganda eng keyingi kraterimni nimadan olib keldim sizdan, shuna chiroylilari bilan operatsiya qildim. Xudo deb aytdilar, mayli rahmat, bor bo'lsin. Xursandman, Allohga behisob shukr. Men shu paytgacha yo'qotgan dori-darmonga, boshqasiga yo'qotgan pulimga mana shu ertachora mana shu yerga kelsam, men avvallardan sog'ayib ketgan bo'lar ekanman. Behuda ko'p pullar yo'qotganmiz. Chiroyli yil xalqni xizmatiga bel bo'ylagan Sanjar akamiz omadli tilayman. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. El nazardan qolmasin. Mediaga bir 15 yil bo'ldi kirib kelganimga, boshidan meditsinaning ichidamanda. Avval boshdan klinikalarda yurib, shu operatsiyalarda yoritganman. Prostata bezi adenomasini jarrohlik amaliyotiga kirganmiz. Mesela 10 yil avval ochib olib, yorib olib, qonatib, hamma operatsiya nima desa savolga qanday odamlar javob bersa, xuddi shunaqa operatsiya bo'lgan. Keyin oradan ma'lum yil o'tgandan keyin shu Andijon tibbiyot instituti klinikasida shunaqa usul qo'llanilyapti ekan, bitta vrach kelib qilyapti ekan, sidik naydan kirib turib tashqaridan oshchi joyini kesib chiqyapti ekan desa rosa shov-shuv qilganmizda shu vaziyatda. Endi menimcha hozir hamma hammadagi muammolarni shu usulda bartaraf qilyapsizlar. Da. Transuretral usul, endoskopik usul deydi. Jarohatlarsiz, kesmalarsiz, hech qanaqa tashqi tanani butunligi buzilmagan holatda kirib shu kanal orqali ingichka instrument bilan lazer yordamida energiyalar har xil. Lazer yordamida bo'lishi mumkin, tuli lazer yordamida bo'lishi mumkin, bipolyar energiya yordamida bo'lishi mumkin. Hammasi zamonaviy texnologik operatsiyalar hisoblanadi. va xavfsiz, безопасный operatsiyalar hisoblanadi.
butun dunyo shunga o'tgan. Hmm. Butun dunyo shunga o'tgan. Qo'rqinchli joyi yo'q demoqchi. Yo'q. Ya'ni Yo'q, qo'rqinchli joyi yo'q buni. hozir operatsiya bo'ladi, kechga menimcha yaxshi bo'lib o'ziga endi narkoz boshqa narsalar inobat. O'zi teoretически ilojisi bor. Hmm. Lekin biz unaqa qilmaymiz. Babi narkoz. Uyga borganda nimadir bo'lib qolish, babi yomonni o'ylashimiz kerak. Klinikada bo'lgan holatda nimadir bo'lsa, momentalniy yordam ko'rsatish imkoni ancha baland. Bunaqa bemorlar yosh kattaroq bemorlarda, endi yosh bola emasda babi. Organizm ham o'zgarishi qaragan bemorlar hisoblanadi. Biz bir necha marta qilganmiz, operatsiya ertalabda qilib, kech payt javob berib yuborish usullarini ham bir necha marta qilganmiz. Bu tajriba sifatida qilingan. Hammasi muvaffaqiyatli nima bo'lgan. Lekin mировой ekspertlarning fikrini, nimalarini eshitgan holatda, ular tavsiyalariga amal qilgan holatda hech yo'g'i 1 kun, 2 kun nazoratda bo'lish kerak. Bu ham individual. Ya'ni bemorlarim bo'ladi, 1 kunda javob bera olish mumkin. Bemorlarim bo'ladi, 2 kun, 3 kunda javob berish mumkin. Hammaga individual yondashgan holat. Hozir prostata bezi Keyin bir xilga bemorlarda shu 1 kunda javob berib olsangiz xafa bo'ladi. Tez chiqarib yubordi, qaramadi, xafa bo'ladi. prostata bezi yuqorida aytib o'tdik, siydik nayni to'sadi. Ya'ni ikkita tarafdan o'sib kirgani uchun yo'l yopiladi va tashqariga siydik chiqishida muammo yuzaga kela boshlaydi. Operatsiyada ana shu o'sib kirgan joy olib tashlanadi xolosmi? Qolgan qismi nima bo'ladi? To'g'ri savol berildi. Men hayron qolganman, bir ikkita shifokorlar ham bilmas ekan. Operatsiyani mohiyatini. Prostata bezi adenomasi bu prostata bezini o'zining zonal anatomiyasi bor. O'rtasidan kanal bor, siydik kanali. Adenoma o'rta, ya'ni kanalda siydik chiqaruv kanalining atrofidagi to'qimadan o'sadi. O'sganligi uchun unday o'sganda ichkarini ham qisadi. Sentralniy zona o'sib borib turib, periferik, ya'ni yon zonalar qisiladi. Prostata bezini kapsulasiga qisiladi. Qisilib borilgani uchun periferik zona o'lib ketadi. Sentralniy zona egallab oladi. Va mana bu kapsula xirurgik kapsula bo'lib qoladi. Tayyor bo'lib. Ya'ni biz mana shu kapsulani qoldiramiz. Bu kapsula o'zi prostata to'qimasi u. Demak, ves prostata olib tashlanmaydi. Imminni mana shu kapsula qoladi, adenoma olib tashlanadi va katta voronka bo'lib yo'l ochiladi. Bu quvuqni davomi bo'lib qoladi, quboq qilib aytsak. Shunda keyin siyishda, siydik tutilishida bir infeksiyalar aralashuvi kuzatilmaydimi, nima bo'ladi? Bu narsalarda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar, lekin to'g'ri tayyorgarlik, to'g'ri usulda bajarishlik va operatsiyadan so'nggi reabilitatsion davrida maxsus preparatlardan foydalangan holatda bunaqa jarayonlar bo'lishini oldi olinadi. Lekin shunda ham bo'lishi mumkin, ma'lum oz miqdordagi protsentlarda bo'lishi mumkin. Agar shunaqa holat bo'lsa, unda individual o'sha yechimni ham qilinadi. Misol uchun aytaylik, jarohatimiz yangi, svejiy. Yani bo'ladi, mana jarohat bitish jarayonida teri ko'chadi-yu. Xuddi mana shu ko'chish jarayoni bo'ladi-da. Ko'chish bo'lganda bu chiqqan narsa tiqilishi mumkin yana. Siydik tiqilib qolishi mumkin haqiqatan ham. Agar shunaqa tiqilish bo'lsa, uni olib tashlanadi, u muammo emas. Yoki 1-2 marta yaxshilab napor bilan siyganda chiqib ketadigan narsa bo'ladi. Unaqa muammo tug'dirmaydi. Bu ham ayrim odamlarda bo'ladi. Ayniqsa aytib qo'yay, injiq odamlarda bo'ladi. Keyin doktorlarda bo'ladi. Doktorniki shunaqa bo'ladi. Keyin operatsiyadan keyin siydik tuta olmaslik masalasi bor. Stress siydik tuta olmaslik. Stress siydik tuta olmaslik meni faoliyatimda 1000 dan ortiq operatsiya bo'lgan. Adenoma bo'yicha. Juda katta tajriba degani. Shu yoshimda, meni yoshimda 1000 dan ortiq qilgan odam yo'q. Mana shu возрастной kategoriyada. Operatsiyada ikkita bemorimda total siydik tuta olmaslik bo'lgan. Bittasini operatsiya, ya'ni sfinkter o'rnatish operatsiyasi taklif qilganmiz, unamagan.
shu ham yaxshi menga degan raqam bergan. Qo'qonlik bemor edi. Yana bitta bemor Toshkentlik bemor. Hozir u bilan shug'ullanyapmiz. 1 yil oldin operatsiya qilganman. Hozir siydik tuta olmaslik bor unda. Endi shunga hozir sfinkter o'rnatish nimasidamiz? Harakat etamiz. Klapan. Ya'ni siydik tuta olmaslik bo'lsa ham yechim bor. Yechim biz qilyapmiz. Biz mana siydik tuta olmaslik bo'yicha birinchi sfinkter o'rnatgan, sun'iy sfinkter o'rnatgan biz o'rnatdik jamoamiz. 15-noyabr kuni o'rnatdik. Siydik tuta olmaslik 1 oy, 1,5 oygacha bo'lishi mumkin. Bunga biz norma qaraymiz. O'sha paytda dorilari bor, beriladi agar shunaqa bo'lsa. Ayrim bir guruh odamlarda bo'lsa, shu dorilar beriladi. Bu asorat hisoblanmaydi. Bu operatsiyadan keyingi normal holat deb qaraladi. Chunki bu yerda prostata bez adenomasi katta bo'lib ketgan, siydik ushlovchi klapanlarni bosganda, u yerda ishemiya jarayoni bo'lgan. Tushunasizmi? Operatsiyani blestyashchi qilsangiz ham u siydik tuta olmaslik bo'lishi mumkin. Mana men eng kuchli mentorlardan o'rganganmiz-da bu operatsiyani. Mirovoy nimada eng kuchli mentorlardan o'rganamiz. Burlak Oleg Olegovich, hozir o'zimizda tajribali nimalar. Mana shu qo'llarda ham Burlak Oleg Olegovichda ham, Nikolay Sorokinda ham shu muammolarni men ko'rganman patsientlarda. Lekin bu eng bizni xursand qiladigan jihati vaqtinchalik narsalar. 1000 dan ortiq operatsiyada 2 dona. Ko'p emas bu. Bo'lib ham bu kasallar cho'zib yuborgan odamlar. Haligi o'tkizib yuborgan odamlar bo'lib ham. Bu risklar teng bo'lib tushuntirilgan bo'ladi, ko'proq tushuntirilgan bo'ladi. Shuning uchun ham bu bemorlar juda bizdan norozi bo'lmagan. Mana hozir ham aka-uka taqib gaplashaveramiz. Qo'rqmasdan. Jarrohlik amaliyoti qancha daqiqa davom etadi? Jarrohlik amaliyoti xilma-xil. Yarim soatda tugatishimiz ham mumkin, 20 minutda tugatishimiz ham mumkin, 10 minutda tugatish ham mumkin. Ayrim nimalar bor, kichkina bezlarda 3 soatlab ham qilishimiz mumkin. 2,5-3 soatlab. Endi kam uchraydi bunaqasi. O'rtacha nima 1-1,5 soat vaqt oladi baribir. Bunga organizatsiyasi, tayyorlash, положение qilish, texnologiyani tayyorlash, hammasi bo'lib ketadi baribir. O'zi operatsiyaning o'ziga aytaylik 40 minut, 45 minut ketsa, lekin mana jarayonlarga narkoz berish baribir ketadi. Shunaqa 1 soat, 1,5 soatda hisobini olamiz doim. Prostata bez adenomasi gigant adenomalar bo'ladi. 200 kubdan katta bo'lgan. 550 kubni qilganman. 5 soat qilganman. Haligi kattada bu. Yarim kilo go'sht topib tashlash. Kichkina nima bilan kirib, yarim kilo go'sht topib tashlash, конечно, vaqt oladi. Qon yedi olayotgan paytingizda ko'rishni buzadi, boshqa qiladi. Shunaqa vaqt hammada xilma-xil kechadi. Prostata bezi adenomasini operatsiyasi o'tkazilgandan keyin ko'zi yarq etib yonib ketsa kerak hamma. Oldingizda bor ekan u deb. Endi baribir bu ham intim masala bo'lgani uchun o'zi ko'p bemorlarimizni fikrlari, nimalarini olib qo'yganmiz. Video materiallari bor uni. Biz ko'radigan narsa juda ko'p bemorda ko'z yosh chiqadi. Birinchi siygan paytida yig'laydi. Maza qiladi. Maza qilib siysa bo'lar ekan degan narsa bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bu baxtda. Shu yo'sinda aytaman, bu endi yoshi katta odamlarda kasal bo'lgani uchun, pensioner odamlar kasal bo'lganligi uchun, pensioner odamlarda qo'lida oshchi pul bo'lmaganligi uchun, doim ham doktorga hozir borsam pul to'layman, pulim ketib qoladi, yo'q pulim o'zi degan narsalar bilan ular nimani ortga surib yuraveradi. Shularda bola chaqasiga murojaatim meni. Dadangizni 1 yilda bir marta ko'rsatib turing. Chunki bu kasalliklar yoshga bog'liq kasalliklar. Mashina men aytaman, nimaga o'xshataman? Mashinani ham yog'lab turasizlar. Yog'lamasa bo'lmaydi mashinani. Ota-ona-yu bir ko'rsatib turish kerak shunaqa. Mutaxassislarda ko'ra nazorat qilib turish kerak shu narsani. Bugun nazarimda prostata bezi adenomasidan aziyat chekayotganlar operatsiyadan qo'rqadigan davr emas, yuqorida gaplashganimizdek. Va eng asosiysi haqiqatda kasallikni yashirmasdan vaqtida murojaat qilish.
aytganingizdek 200 kub narsani olib tashlagan qayerda-yu, kichkina bir tuynuk orqali kirib kichik hosilani olib tashlagan qayerda. Qancha kichkinalik paytida qilinsa, asorat bo'lish ehtimoli shuncha kam bo'ladi. Vaqtida murojaat degani bu. Yuqorida aytdik, vaqt hamma narsaga davo deb. Lekin meditsinada to'g'ri qadam tashlanmasa, vaqt davo bo'la olmaydi dardga. Shuning uchun ham ushbu tavsiyalarga amal qilib hayotingiz sifatini yangi bosqichga olib chiqasiz degan umiddamiz. Sizga rahmat aka. Katta rahmat.